jamalınga Mıngısın şermi hayat Mıngısın şermi hayat Bana hayran Eşren ada kılgülge söygü Şu gül boynunu bir sozup baksun Qadrli dostlar, yaxshimisizlar? Bugun biz Nijat Yulduzi suhbatxonamizga xushallik bilan Xinjiang san'at yurti Naqshul umidan pensiyaga chiqqan, yosh turiblar. Pensiyaga chiqqan bizning davlat birinchi darajalik artistimiz, dangliq naqshchimiz Aytulla Ala xonimni taklif qildik. Biz endi Guljumal ikkimiz birlikda paranglashayli dedik, sizni qizg'in qarshi olamiz. Salam ekran oldidagi barliq tomoshabinlar, do'stlar, hadilar. Men Aytulla Aladan sizlarga mehrlik salom. Rahmat. Shu 86-yili Guljumal ikkimiz o'qishni bitirib kelib, opera o'ymakka taqsim qilingandan boshlabda Ekimkan bilan sizlar bilan endi tanishib, ham kasbdosh, ham shunday ko'nglimiz yaqin tuqqandek bizlar o'tib bugunga keldik. Bo'libmanda shu Ekimkan bilan men birlikda qilgan bizning xizmatlarimiz bakchiq. Ekimkan shu Xinjiang opera o'ymagininki yoki madaniyat nazoratining xizmatini qanchalik qilgan bo'lsa, shuning bilan birga biz bilan hamkorlashib yoki bizning peshqadamlarimiz bilan hamkorlashib Xinjiang televiziya stansiyasining nurg'un san'atkorchiliklarni birlikda ishildik. Shu orqali mayli opera maktab bo'lsin, mayli bizning ekran orqali bo'lsin, nurg'un o'zining ijod qilgan o'lmas nodir asarlari barliqqa keldi. Undaqda Aytulla xonim qo'polroq bir savol so'rab qo'yay. Siz shu Ekimkan ishinglar qanchinchi yili qanday tanishib qolgan? Men 80-yili Shanxayga o'qishga borgan vaqtda mening oldimga chiqqan. Shanxay. Poyezd Shanxay yaşayamaz. Shanxay Universitetiga o'qishib qolganda. O vaqtdagi Urumchidan borgan poyezd kechda bor demasmi? Mening oldim kim chiqligimni uqmayman, qisib qanday xabar topgan, oldimga kim chiqdi ekan. Bu joyda Ekimkan shu yerda Shanxay Universitetida o'qitgan vaqtda. Uningdan burun ham sizlar uchrashganmi, uchrashmaganmi? Uchrashgan biz Aqsulayk san'at maktabining drama o'ynab kelgan vaqtda men başrollardan bir drama vardı. Shuningdan Chambonni rollarganda hammasi shu opera maktabilar hammasi ko'gis kelib ketgan meni. Qanday qizlar bak yaxshi ag'al ish qildi. Bu chog'da endi opera maktabilar ko'rgandimi? Shu opera maktabi ko'rganlarning qatorida Ekimkan sizga diqqat qilib keldi. Siz Aqsu viloyati san'at maktabiga qancha yil kirib kelsiz? 73-yili. Anandan keyin usulchilikdan naqshchi bo'ldingiz. Naqshchilikda anandan ko'zi ko'rinib, tashkilning ishonchiga erishib, anandan 80-yili Shanxay Universitetiga rasmiy o'qishga ibadildingiz shunaqa. Endi u yerda siz yaxshi o'qibsanda, ana shunday. Yaxshi o'qidim. Men yaxshi o'qidim, lekin men u vaqtda biz qiyin bo'lgandan keyin jiq tarafdan qiyinchilik uchrashdim. Birinchisi men tildan qiynalma. Anandan keyin u bizning maktabdagi cho'ng maktab bo'lgandan keyin oddiy notni faqat ishlatmaydi. Dunyoviy not ishlatadi. Uni bizning xabarimiz yo'q. Voy, qattiq tirishmasak asli u gongching degandagi tek xabar yo'q. Yotog'imda Aqsulayk san'at maktabi yotoqda gongching to's shundoq bir ovoz mashq qilmay tutishdan boshqa tutib boqmabdi ekan. U yerga borganda rasmiy bir darsga u shundoq qiynalgandan keyin u muhabbat deganga qarmaydiqda keyin maktab bitirgan mening ma'lumotimni ko'z tushib u lekinsan shundan sizlar osonlik millatlar ko'pincha allarda bizning oldimizga bizning Minzubanda bizning bo'lgandimi Shanxay Universitetidagi Minzubanda o'qigan biz. Andan keyin ma'lum deydi ko'pincha biz osonlik millatlarni o'qitgan bo'lg'achqa osonlik millatni biz o'qib kelganda turmush jihatdan toz yaxshi emas. Shu nimasini anjumni so'zlab berdi. Shunga unda qarasam siz naqshchi bo'lgandan keyin ijodiyat fakulteti bir bal kashkning chingfanman boshqalar dars o'tgandim oshpalning ashar mashq qilayotganini ko'raman. Muhabbet varmga degan bek kulib men voy men uni so'ramdim desam ashtaq balol to'y qilgan bo'lsangiz keyingi kasbingizni taraqqiy qildirmay chapatat o'qiganga tushib keyin jiq natijaga erishdingiz. Qarang mening yo'ldoshim Shelosh degan bundaq yardım jiq menga. Shunga o'xshashlar deganda mayli undaq bo'lsa mayli menga talab qo'ygan, lekin men hozircha bir talab qilmadim. Ya ma'qul ya yo'q degan demamsam, undaq bo'lsa ma'quldan deb qancha yil o'qidinglar? Biz 4 yil.
4 yıl bo'ldi. Unda Hekim akam sizdan bir yil o'qib o'qibdi-da. 2 yil burun. 6 yil o'qitgan. Bu chaqda shu opera o'makda shu rasmiylish bo'lib, ana degan berib deganda, Joji Malim tunib deganda Hekim akamning tablisini. Mabalni çok kom ijodiyat o'qitinglarmi? Notir bek ekan çok bu ekim. Notir shundoq eman. Mesela o'tirib shart salom xat yozganda hizmetdamiz. Bunda bo'lgan lekin mabalni ijodiyatga avatinglar keyingi istiqbol yaxshi. Shunda avatib ekan. Hekim akam nima chapdi başta müzik. Ne çaldı ekan? Neychilikda hamda o'zining qancha tirishchanligi, o'zida bor bir xil qobiliyat ne shu jojilovshi, joji malim bayqab ana degan tavsiya qilib deganda, o'qib kelsin, o'qib yurting deb. Naati joji malim ras to'g'ri tanlab degan, Demak, endi bizga Shinjonga nisbatan naati nurg'un yaxshi asarlarni qoldirgan bir esil kompozitorni bayqab, ana Hekim akam o'zining tirishchanligi bilan u yerda o'qishdimi, yaxshi o'qib, sizga erishib baqira, yaxshi. Qo'sh natijalar aytib Hekim akamning gapini qilsak, shaxsan men shu qancha qatimliq shu kechiliklarda hamkorlashganligimni men raskamsam esasam hayajonlanmay, lekin chiqib ketgachga asliyamanki jiq asarlar bor. Men faqat hamda shu nimani biz 98-yili 1998-yili Yakanda ishlangan Muqam yurtida shatlar degan shu filmniki akrak menga bir ta'sir qilib ketgan. On iki muqam karvan koldonularının tenkeşligide ravajlangan Yipek yolu medeniyetinin gül tacı. Ondan bu şu keçilik biz müşahede işleydiğin kurban et olamdı, çağan bulamdı, rozet Novruzlar'ın nurgun nakşıların aşına belkilik özünü bağışlaş roya. Belki sen teselametlikten bu aşınlarını okuyup ketken mümkün. Çünkü biz bek ciddi zakaz kıldık şu bu neslerini. Lekin vaxtida süpetlik çıkırıp birdi. Siz talab qilib bir muallim degan naqshini ishlatgan. İşletken. Muallim Şamçırak ruhuna degan naqshni şu filmde Hekim akam ijod qilgan. Sen aşağı Hekim akam naqshi ishlab berganlarni qilganlar. Shuni talab qilgandan keyin ishlatgan lekin bekchilar chiqqan. Ammo so'nggacha bu naqsh degan bir qanday adam anglasa bir xil hayajon. Siz bunun bek çok rol oynaganjımı? Rolum şu. Ben lekin Hekim akam bunu işletmemse bunun şiirini Muhtar Bora yazmagan. Hekim akam ağın işlep özü peçi kıldı. Abdullah Abdurrahim etti, lekin Abdullah Abdurrahim naqshini aytmadi, ovoz shuniki. Lekin xizmat munosabati bilan baranmay qilib, biz ananiki buni bir xil naqshchi yo'q, shu MTV qilib ham muzikni hikoyalik qilib mana ishlatganman. Siz keyin mau naqshsul emakda Oyatullah a'lo bo'lib, mushuna a'lo natija bilan pensiyaga chiqdingiz. Siz dastlab tutilgan naqshingiz qaysi? Men Aqsu viloyat san'at maktabida ishlaganda Jo'zinglini aslab deb bir naqsh aytgan. Ularimizniki. Mashinjon xalq radio stansiyasining önüge ağıl bağa vaqtda men shu naqshni aytdim. Etsam bular bekarida ish qilib, Jo'zingli tugab ketgandan keyin aytgan naqshda aslab 76-yılı. Ondan keyin bir neçə xalq naqshlarını anaki öməkdikilər. Başqa naqshçı yox. Çoğlar saltamlar oxladığı kasal buluş və başqa səbəblər bilan səhnəyə çıxmağa vaxt mən pek əsqatdım baş vaxt. Şununla naqshçı olsam birdi. Maqulda xalq naqshi bulamdı, icari naqsh bulamdı. Aşaq öngüş jarayonida mən naqshçı bo'lib ketdim dana. Ondan keyin mən oylasam bu naqsh kasbini özəməkdə yaxşı gördükəm. Mən Aqsular san'at maktabida ishlaganda cho'nglarni ulgi qilib, masalan, Abnurayliq o'maklarda ishlaydigan Paysha qizlarni, Rabiya Muhammadni, shu artistlarni shunda havas qildim. Hajab bir esil yerda ishlaydigan shundaq bir katta artistlar ekan masalan. Men shundaq bo'lsam deb o'ylaydim, lekin uni yetdim, keldim, Abnurayda ishladim, masalan, pensiyaga chiqdim. Lekin bununla birden bir bana yardımda bo'lgan yana shu Hekim Hasan'niki kompozitor bo'lish nimasi. Bu men hech qanday ikki tarafga qaramayman. Mana shuni yaxshi ko'rmayman, ma'qul deydi, artist qilsam kirgan, kirib aytib qo'ydi, aytma shundaq. Ham bu aviatni deb o'tdingiz, Hekim akam Shinjongda birdan bir shu elektronlik
kompüterda Müzik işini müzik başlagan. işlashni boshlaganda buningga Yodikarning yordami bekchi. Yodgorab salam. Yodikarning. Hı. Bir kun tursam kepti qo'shilib, kepti uni bo'ldi desam Yodikarning kompyuterda yaxshi ishlashni, müzik chalishni sizga men yordam qilay. Cho'qqim boshning mangsingiz bek to'g'ri yo'lda mangan bo'lsiz ekmaka. Atugin boshning yuzlanib ketadi deganda shuni bilan ma'qul dedim, lekin men tirishib boqay dedim, Yodikarning yordam qilman dedi. Dedi, shuningdan bir realdan birini ekilib uyga mashq qilib tong dastlab ishlagan naqshlari bor dey chiqargan. Keyin uni qanday bo'ldi, buni Yaponiyaga chiqadigan bo'lib, Shinjongga o'tanda natija chiqdi. 5 odam chiqqanda hikimim chiqdi. Qechakchib chiqdi Yaponiyaga. Chiqqan vaqtim Erkinka, Memtimen, Davutkamning Farhod, Bashimi bor. Shu vaqt borganda Yaponiyaga berib, mash SVCC degan nima deymiz? Denzgangching. Aşağı durup bana telefon qıptı. Hadi sen müştaq olay degandim qimmatga. Men u narsani olsam sizga hech nima ololmaydi ekanman degandim. Nima olibdingiz menga desam, yo'q, hammamiz ayollarga kiyim kechak, paypoq, uni bu degan narsani chiq oldi. Men undaq yo'q berishim xo'sh yo'qmidi? Men shunga ashuni epasam sizga bir narsa ololmaydi ekanman, qanday qilmay degan. Voy, u narsani keragi yo'q menga bo'ldi. Ashuni ep kelinga, menga bek lozimga u. Desem ha ma'qul dedi. Shuning bilan opto o'shadim. Shu vaqtimizda o yetim ko'ribdi. Qancha yillar? 90 bir şey. Shuning bilan ep kepti. Shu vaqtda billa baqaldim debdi, va hekim biz ayollarimiz bu narsani deb magazin aylansak hekim dul shu elektron. Benzin satadigan shu yani aylandi voy deb asadigan deb shuning ashliqda kirishganda natija chiqasin. Shunday. Siz buni qo'llash degan bo'lmasa u natija qozonish degan. Lekin shunday vaqtda masalan bir jup xotinning mehr muhabbati, hekim kamning ani o'tdak og'isi bor. Lekin endi rasmga Yaponiyaga beribsiz hech nima qilmaysiz. Ya'ni bo'lmaydi. Lekin siz bo'ldi shunday mush qo'llash endi o'zaro. Endi sizningki shu aytgan naqshlaringizning ichida hekim akamninki ishlagan naqshlari jiqroq shunaqa. Endi hammasi Jinping va hammasi esil naqshlar. Lekin eng yaxshi ko'rgan naqshingiz qaysi? Hikoyasi va yoki. Hikoyasi naqshamning endi dastlabda oilaning naqshlarini ishlab berdi. San'at hayotimizdagi imishda. Uni televizorda chiqardim bergan qaqbek ish qilib bizga havas qiladi. Keyin kunlarlikda anandikin men sizning ijodiy naqshingizni nechini aytibman, xalq naqshini aytibman be. Mundaq Jinping naqshidan birini ishlab bersangiz, bir kun kirsam shu muqom degan naqshni ishlayib qo'yib berganda, jon muqom degan naqshni. Shunda Allah bu bir milliy naqshga mening ovozim tushamsam aytib baqma degan ta'dim. Mening ovozim ham mundaq aytganda bek milliy ovozim emas. Anda bo'lgankin tushamsam tushdi xalq naqshini o'qigankin maqtab aytdim, lekin u naqshini hozirgacha endi xalq bek yaxshi ko'rdi. Bir basammo talab qilib turdim, "Bash naqshingizni aytib bering" deb. Men o ekmasining naqshidan kelmading degan naqshni o'qidim. Qizil yulg'un degan naqshni o'qidim. Ishqilib bu naqshlar bekchiq hozir mustaqil qo'yib anglasam bir-birdan chiroyli qilib qarang. Shunda. Shuni endi hekimlar ishkimizningki oiladagi inoqligimizmi mana shu naqshiga yug'ilib ketganda ijodiyatga. Mening muhabbatim va masalan menda ma'voylik o'z vaqtida shu yaxshi chiqib kelmas san'at berligi bir juplar degan shu jurnal uchun. Masanda ishkimaninki nurg'un suratlar bor ekanda, shu atoqli kompozitor Hekim Hasan va elgi tonilgan naqshchi Aytullo Ala. Shunaqa. Oltin uzukka yoqut ko'z degandek mos ishlayapsizlar aytiladi. Ma'u to'ygan vaqtimizda tushgan xonjar doma. Shu vaqtda hech kim tushmaydi. Ya rosa shu qancha yili bor? Bu maktab bitirgan yil maktab bitirib bo'lganda ishkimiz muallim ishkimizni qo'shib qo'ygandan keyin jiringlar deb. Men ekim resim tushib qo'yamda, to'y resim desam mayli dedi. Bek resim tushishga bek qiyriq bu. Buning simdan o'zga yerdan faqat resmim yo'q ekan mukammal. Shuncha yil ishlabdi. Shunlar mash resim tushib qo'ydik. Ikkimizning taqdiri qo'shilgan bo'lsa, mash resim bilan to'y qildigan bo'lamiz. Taqdirimiz qo'shilmiz bo'pti deb tushayotgan bu resimni. Voy, rasmdan. Ha, bu shunami? Shu vaqtda taqdir qo'shdi. Kendimizni evetken.
Mavi aç uzun kompüter. Bana bek tonuşta bu. Tol otağın keçilepmiş kışıltırmış. Nima qilayotganini da bilmaymiz g'o. Voy bu boz bomba voy unda buzib ketdi. Anda olib ketdi. Yangi nima qilgan vaqt bo'lgan ekan bu. Hekim kamniki mush beg'ishlash butun mush ijodiyat butun vujudi bilan kirishib shu o'zini otayotgan ha. Mana bu yerda cho'ng tipdagi kino operalardan boshqa muallimga o'xshash oz bo'lmagan nodir naqshlarning muzikasini ishlab san'at sohasida o'chmas izlarni qoldirgan mana Shanxayga berib tanishgan vaqtlardan tortib Hammasi bor. hankina Tuttam çaldı ki, hekim kam kaçak mı çaldı ki ne? o kompozitör degan Hemen çalalaydı ki ne? kompozitör Uning degan naqshandagi qiychakni o'zi chaldi, nayni o'zi chaldi. Qag'inni elektronlik saz bilan. Qag'al lozim bo'lsa ravobni mana soat chag'izdi, men tumi ravobni chag'izdi. Qastab to'liqlab ketadigan. Bu odam ish qilib o'zini muzika qilib atab tuqqandaka. Hakikaten. bilasizlar Şuna işte nad. Zimistan görmegen bulbul ey baharning qadrini bilmez vay yarus. bu endi quchoq xalq naqshidan keyin mana o'zini qilib pechi qilib qilgan lekin ham o'zi ijod qilgan naqshini ana muqam netman kelmading degan naqshning yurtim qizi qizil yulg'un deymiz bekchiqay men degan 4 Plastika. plastik ikim ishlab berdi chiroyli bir-birini davomli uyda men deyman men yaxshi ko'rgan yo'lishimdan ayrilib qoldim degan lezat mash gapim devlay sizga qat'iy lekin mash osmon o'rlab tushgandek meni cho'lga tashlayotgandek shunday his qildim degan men nima degan men maktabga sabiy bordimda hech qanday narsa kallam yo'q atis bo'ldim deb bordim u yerda maktab bitirib kelib hikmat bilan to'y qildim bir oilalik bo'ldim shundan keyin bu hikmat ikimiz hamkorlashdik bir-birimizga ish qilib shunday yaxshi yerlikte bulup bir aylını kurduk. Anandakin sanatga obdan töplerini qo'shdik. Bizni partiya hukumat qo'llab berdi. Ular qo'limiz biz o'zimiz berib jangalga o'xshaq kim to'naydi bizni. Partiya hukumatining qo'llashi bilan bizga shundaqcha chiqimlarni nima chiqim qilib, yaxshi sharoitni yaratib berib, Shanxayga yashaganda hikimkam 6 yil, siz 4 yil. Endi mushning hammasi shu tashkilotning partiya hukumatining bo'lmasa bir mo'cham pul to'lmay o'qidikda shu vaqt ajoyib ko'ngil bo'lib voy Shanxay mingvedin degan mala qandaq tamoqni etib beryapsa bularning turmush qandaq deb tekshirib turib qarang. Shundaq bir yaxshi sharoit o'qigan. Shuningga biz har qancha biz o'zimizniki rahmatini aytsam partiya hukumatga biz rahmatimiz bildirib bo'lamiz. Bizni shundaq hozirgi holatga kelib xalq ommasiga tunutgan partiya hukumatiga ming rahmat. Hozirgi sharoitda endi buningdan keyin hikmatsan bo'lgan bo'lsa qanday bir ishlarni qilib ketaverdi, burun ketib qoldi. Lekin meni jangalda tashlayotganda ketib qoldi-a. Bola asli kichik. Yangi nimaga Moskvaga 2007-yil o'qishga avatdik, 2008-yil tugab ketib 1 yil bo'lmay. Voy, u ayrılishning yomonligini men qilsam bolam oyoq ketadi, men qilsam yo'lishim yana asli kirib ketib oldi. Men degan rasmiy yolg'izlik qolgandek. Ana keyin asta-asta do'stlarimning haqqasini qo'shish yaxshi do'stlarniki, kasbdoshlarimning qo'llashi bilan meni mustaqil aytgandir. Nimanda qilasiz? Bo'ldi, o'zingizni o'ngishang, bolangiz tursa, yana siz jamiyatga lozim, o'qu degan chiroyli gaplar bilan men hozirgacha keldim. 17 yil bo'ldi, ha? 17 yil bo'ldi. Mana shu Erpan to'y qilgan kuni 5-ayning 21-kuni, 5-ayning 20-kuni 2008-yil 5-ayning 20-kuni hekim yerlikda yotgan kuni. Mengü mening muhabbatimni ep ketgan adam 5-ayning 20-kunda o'tgan men 5-ayning 20-kuni voqea shuni to'y qilamiz muhabbatli kun deganda ay muzikant bolalar voy u kunning gapini qilmang menga u kun degan hekim mening muhabbatimni elib u dunyoga ketgan men u kun to'y qilsam bo'lmaydi men bir kun aql suray deb shuni chorshanba kuni to'g'ri keldi 20-da to'yni qildi men 17 yil 18-yil qadam qo'ydi qarang ham bu yaxshi ko'rgan erimdan ayrildim lekin kasbimdan ayrilib qolmadim mash kasbni men shunchalik chin dilimdan yaxshi ko'rib har qanday ishni tashlab qo'yib mash kasb aytlas falan yerda bir vazifa o'rnash naqshet ma'qul deb hammadan unutib berish ishni qildiganning biri mening mash yaxshi ko'rgan mash kasbim mening hozirgi mash holatimni saqlab qoldi men yaxshi ko'raman
Endi bu adam ketken bilen men bile temli kessem mening balam çok. Ma oğlumni kimge tashlayman, hech nima yo'q, egi chaqisiz qolib. Bu balaning egi bo'lishim kerak. Men onasi bo'lgandan keyin dadasi endi taqdiri ashtaq bo'lgani uchun umr qisqa kelib qoldi ketdi. Lekin bu balani men yaxshi tarbiyaladim deb o'ylayman. Biladi o'zi. Dadam bo'lgan bo'lsa, mendaqaroq bo'ladi deganni necha qitim dedi. Dadam menga lozim bo'lgan, dadam ketib qopti, apa deb maktabda degan. Dadam asli menga endi lozim ekan bu. Endi menga lozim bo'lganda mening dadam ketib qoldi deb boshladim. Bundaq demeyajin bolam, mening ko'nglimga yerim bo'ldi, sen ma'qul deb. Lekin dadasining o'rnini to'shqizib aytayapman, men bek tirishchilik ko'rsatdim. Chiqibsizmi bek chidamli, bag'ayratli. Oxiri endi buni yaxshi pensiyaga chiqib, yaxshi bo'libma to'yni obdan qilib oldingiz, bir qiz kirdi uyga. Uchunlar endi billa bo'lsizlar, bundan keyin texin nevri baqsiz. O'qishga 2007-yil bordi ishtama. 2007-yil bordi Moskvaga, Irfonjon. Undan keyin qaytib kelgan vaqtcha o'qishni bitirgan. 2017-yil. 10 yil tudimi? 11 yil. Endi bir ana uchun endi o'z yolg'iz bir balani ashunda 11 yil o'qitishdan o'zimi bek bir so'ng g'ayrat ketadigan jiq ajr. Endi kim qizni bo'lgan bo'lsa, o'chayda yolg'izlik bilinmaydi. Ya bardingizmi sizmi? Berib keldim, bag'anda qo'shal bordim, kelashinde kechida uchirchu Moskvadan aeroplanma yoqqa. Kecha yig'lab ketdi ekan majmu aeroplanda. Mesh balamni yolg'iz bir şeyga tashlab qo'ydim. Bir tal tunish adam yo'q, yaxshimisiz deb adam yo'q. Mashhad ish tashlab etdim, shuncha yil deb bek shig'ildim ish qilib. Bir qitim tasodifiy uchishib qoldi men bilan. Nimada? Ruydada. Va fikrim nima qilib desam, va mening ishxonam yerda dedi. Shundan qayatsam ikkinchi qavatda deb boshlab ko'rib chiqdim. Qarsam chiroq, shunda chiroq yozyapti. 3-4 çinfan varken ayrım gangçinlarını koklayıptı. O hemen bir şey dedi. O da şunçilik ben bir koşup gittim. Hem de aralıklarda biz uzun görüşmeyi paranlaşmadan ki şu güne birden paranlaştık. Demek hem de resmi hekim akamın özünün izini bilse bazılarım da bu müzik bilen şoğullanıp özün okuyan kesip bilen şoğullanıp tazılar. Hem okuyan kesip mi adısının kesip değil. Çıkıy, icariyet çıkıy kesip değil. Kesipini taşıdım de menin bak içim şunu ben oturup bazı dadısı bek zumpu kördü demez mi? Zumpu körgendikken balama zumpunu körelerimsen körmeye deydim. Dadısına yazıp koygan zumpuları var. Şunu elip bana okup versem okup zumpu köreleydi. Bizim Şinjan'da zumpu yazılgan adam yok. Zumpu körülgan adamı pek azlap gitti. Hazır en köpünçe adamlar mındaq media kirib ketgandiki o texmo asalışıp ketdi de şununla mening balamni birdan-bir men mash kasbni bilganim uchun balam mash kasbdan arılma, dadang apang mash kasbdan bilan hozir holat kelib, sen kimning balasi desa kimsan aytilla Allahning deydi birdan-bir nima? Biz kasb pishiq bo'lg'ashqa, shuningga biz seni namshular qozongan. Shuningga masammu mash kasbni tashlama, ot kasb degan bu bak yomon kasb. Desem ma'qul deydi. Hozir endi chiqishlarda o'zim xil pishib qoldi. Ham buni to'yni qilib berdik meni. To'yni qilgandan keyin ham bu balaning qildigan ishi jiq. Ham ijodiyatga yuzlanib, ham kam narsani to'liqlab, muzikada ishlaydigan ishlar bo'lsa, uni ham nima joyiga ekilib, ham bu balaning irodasi shu. Cho'qqim qilib ketmay deydi. Hamda bu vaqt hamda saqlab turmaydi ekan, odamning umri degan ketaverdi ekan. Bizmi uxmabdiq, mash yosh kirib qolibdiq, odamimiz 60 yoshni ishib o'tirdik. Shuning balam atigi bizga kelimiz yetishmadi. Shuning vaqtni ching tuting balam. Intayin bek qimmatga vaqt deyapman. Mash kasbni hamda ashar o'qiganqa Moskvada o'qidi deganga tushliq. Bu balam mash kasbni at kasbini davomlashtirib ma'lum. Yaxshi ma'lumot da. Bugun endi yaxshi paranlaştık. Sizni avar qildik, sizga rahmat. O'sha orqali sizni bir ziyorat qilib, sizda bir yaxshi munavvar bir naqshchini ziyorat qilish orqali sizningki eringiz, bizningki hammamizningki suyunadigan shunday bir ijodkorimiz Ekim Hasanning bir eslab chiqdik. Men ishini nurg'un odamlar buningda ta'sirlandi, Ekim Kamning ro'yidan ta'sirlandi, sizlarning ro'yinglardan ta'sirlandi, jumladan haqiqiy san'atkorimizning shunday beg'ishlash ro'yidan ta'sirlandi.